Assalomu alaykum, Classlightning YouTube'dagi подписчиклari. Sizlarga qishki kolleksiyamizdan kurtkalarimizni obzor etib beraman qizlar. Narxlarini keladigan bo'lsak, video oxirida aytib o'taman. Ko'rib turganlarsizlar, qizlarchalar kurtkalarimizni rasvetkalari dim ko'p. Bular hammasi Finyor Safiya birinchi qo'l Pekinning o'ziniki bo'ladi, qizlar. Qizlarchalar qaranglar, bu qora rasvetkasi ina dim xo'shab o'tiradi, üstlaringizda issiqqina o'tiradi. İchlarida o'zini shunday xo'sha issiqqina sharflar ham bor, qizlar. Keyin ichlari bularning 2 kat astarli bo'ladi. Hozir ko'rsatib o'taman. Bemalol kir mashina solib yuvsangizlar ham bo'ladi, ichi o'ynamaydi qizlar. Bularning 5 xil rasvetkalari bor. Keyingi obzorimiz qizlarchalar shunday xo'shay balonli kurtkamizdan bo'ladi. Bularning qo'llarini qaranglar, shunday qisib turadi qizlar. Keyin bular ham ichlari 2 kat bo'ladi. Bular ham bemalol kir mashina solib yuvsangizlar ham bo'ladi, ichi umuman o'ynamaydi qizlar. Bellarida xo'shay kisalari bor. Bularning drinasi qizlar dizdan ozgina dapada turadi. Kamisi 3 xil rasvetkasi bor. Bejevisi bor, keyin shunday xo'shay vanilli rasvetkasidan ham bor. Keyingi obzorimiz qizlar shunday skromniy bo'lgan kurtkalarimizdan biri qizlar. Bularning 2 xil rasvetkalari bor. Seri bilan temno-siniy varianti bor qizlar. Bular sintifon emas, holofiber bo'ladi. Yonboshida shunday xo'shay zamoklari bo'ladi qizlar. Buni bemalol klassika bilan, challular bilan ham kiysangizlar bo'ladi. Keyin o'zini kapshonlar ham bor. Bular ham ichi qizlar 2 kat astarli bo'lib tikilgan. Qizlar, bu kurtkamizni shikarniligini qaranglar. Buning rasvetkasi noodatiy turibdi, qaranglar, вообще shikarnik. Вообще yetchirda yo'q rasvetka qizlar. Bular aytib o'tganimdek Finyor Safiyaning o'ziniki bo'ladi. Pekinning чистый original o'ziniki bo'ladi qizlar. Adlari shunday xo'shay zamokli, knopочный variantda bo'ladi qizlar. Buni bemalol kir mashinada yuvib solib kiysangizlar ham bo'ladi. Dim xo'shab o'tiradi qizlar. Bu kurtkamiz qizlarchalar quruq ishi rasvetkasi bor qizlarchalar. Uspetib aytib qolamiz. Bular большой merkan, malam merkan bemalol to'g'ri keladi. Keyin qizlarchalar, bu elektr svet rasvetkasidagi kurtkamizga qaranglar, вообще shikarni o'tiradi. Buni brendini qaranglar. Dim xo'shab o'tiradi. Zamoklar ham keng variantda bo'ladi. Polni sig'adi hamma narsalaringiz qizlar. Bular zamok variantda bo'ladi, keyin knopочный variantda bo'ladi. Ichlari ham 2 kat bo'ladi. Bular sintifon emas, ko'rinib turganing holofiber bo'ladi. Qizlarchalar, bu необычный bo'lgan kurtkamizga qaranglar, вообще shikarni o'tiradi. Bularning dlinasi ozgina dizdan dapada turadi. Отдельный sharf olib ham yurmaysizlar. O'zlarining ichida shunday xo'shay sharflar ham bo'ladi qizlar. Bo'yinlaringiz ham polni bakli bo'lib issiqqina bo'lib turadi. Qishda hazatib kiysizlar qizlar. Qo'llar ham shunday xo'shay manjetli bo'lib turadi. Birdan barmoqlaringizni chiqarib kiysangizlar ham bo'ladi. Dim xo'shab o'tiradi qizlar. Bularning ham kisalari bor. Bularning adlari shunday xo'shay zamokli variantda bo'ladi. Qizlarchalar, kurtkalarimizni birma-bir obzor etib berdim. Agar yoqqan bo'lsa, like, podpisatsiya bosib qo'yamiz. Kurtkalarimizning narxlarini hammasi 550 ming so'mdan.